Agar men bakalavrilik vaqtimga qaytib qolganimda bu xatolarimni qilmasdim. Bularga juda ham katta e'tibor qaratgan bo'lardim. Birinchidan amaliyotni erta boshlardim. To'g'ri, nazariya juda ham muhim bizga, lekin amaliyot yarim sizda yutug'ingiz. Chunki men qachonki 6-kursligimizda bizlarni majburiy poliklinikaga ishga chiqarishganda bemorlar bilan muloqotda juda ham qiynalganman. Agar men ertaroq amaliyotni boshlagan bo'lganimda edi, bu xatoni qilmagan bo'lardim va ish jarayonida bunchalik qiynalmasdim. Ikkinchi navbatda o'zimni yo'nalishimni ertaroq tanlab, bitta ustozga yopishgan bo'lardim. Chunki har bir shifokorni o'zini davolash yondashuvi uslubi bo'ladi va har xil insonga siz borib ko'rib yurganingizda o'zingizni vaqtingizni yo'qotasiz. Agar bitta ustozni tanlab, u kishi bilan birga vaqt o'tkazib, ya'ni shu kishini uslubini o'rganganingizda, siz bitta insonni butun tajribasini, butun bilimini o'zingizga so'rib ola olasiz. Agar har xil ustozlarga borsangiz, ular sizni bir hafta, 2 hafta kelganingizda butun bilimini o'rgatmaydi. Uchinchi navbatda kommunikatsiya ko'nikmasini kuchaytirgan bo'lardim. Bu bemorlar bilan muloqotda juda ham muhim ekan. Bilim muhim, to'g'ri, lekin bilimdan ham muhimroq narsa bu kommunikatsiya ekanligini men poliklinikada ishlayotgan vaqtimda tushundim. Chunki men introvert inson bo'lganim uchun odamlar bilan gaplashish menga juda ham qiyin, lekin siz shifokor bo'lganingizda bemorni ishonchini qozonishingiz bu birinchi navbatda ekan. Agar sizga bemor ishonmasa, siz ming zo'r lecheniya qilib berganingizda ham u siz aytganlaringizni qilmaydi va boshqa shifokorga ketadi. Kitobda o'qilgan, yozilgan ma'lumotlarni yodlab qolishga emas, ko'proq tushunishga harakat qilardim. Menda yodlash qobiliyati kuchliroq bo'lgani uchun tez yodlab qolaman va tez unutaman. Tushunib o'qisangiz butun umrga sizda esingizda qolar ekan. Bu mening eng katta xatolarimdan bitta. Agar sizga bu ma'lumotlar qiziq bo'lmagan bo'lsa va buni men avvalam bilardim desangiz, prosta videoni o'tkazib yuboring. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib menga obuna bo'ling.